Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü Türkçe dersimizin ikinci dersini başlıyoruz. Bugünkü konumuz ünlüler. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugünkü Türk tili dersimizi ikinci kısmını başlayamiz. Bugünkü mavzumuz ünlüler hisoblanadi. Peki, Türkçe'de birinci dersimizde söylediğim gibi 8 tane ünlü ses var. Türk tilida oldingi darsda aytganim kabi 8 ta ünlü bor. Bunlar A, E, I, I, U, Ü, O, Ö harflari. Xo'p, turk tilida ünlülar ikkita katta qoida bo'yicha tahlil qilinadi. Bular büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu. Büyük ne demek? Büyük bu katta. Küçük kichkina. Katta ünlülar singarmonizmi yoki bo'lmasam moslashuvi, kichkina ünlülar singarmonizmi, kichkina ünlülar moslashuvi. Uyum degani moslashish degani yoki bo'lmasam singarmonizm. Bu nima degani? Ünlülar moslashuvi. Masalan, o'zbek tilida tushuntirsam, keldi so'zini oladigan bo'lsak, turk tilida e harfi ham, i harfi ham ingichka unli deb aytiladi. Hozir yana tahlilda batafsilroq tushuntirib beraman. E ham, i ham turk tili grammatikasi bo'yicha ingichka unli, ya'ni bitta guruhga mansub. O'sha unlilar singarmonizmi degani. Ya'ni asosi ichidagi unlilar bitta guruhga mansub bo'ladi. Yoki ingichka guruhga yoki qalin unlilar guruhiga mansub bo'ladi. O'sha narsa singarmonizm deb aytiladi. Peki, devam ediyoruz. Söylediğim gibi Türkçe'de ünlüler büyük ünlü uyumu kuralına dayanıyor ve küçük ünlü uyumu kuralına dayanıyor. Şimdi büyük ünlü uyumu ne demek ve küçük ünlü uyumu ne demek onu inceliyoruz. Bu kısımda yani burada 8 tane ünlü getirilmiş arkadaşlar. 8 tane ünlü büyük ünlü uyumuna göre 2 tane gruba ayrılmış. İnce ve kalın. Katta ünlüler singarmonizmi qoidasiga ko'ra ünlüler ikkita guruhga bo'lingan. İnce yani ingichka, kalın bu kalın yoki bo'lmasam kalın yo'g'on deb ham aytiladi bizani o'zbek tilida. İnce ünlüler hangileri? E, I, Ü, Ö. Kalın ünlüler hangileri? A, I, U, O. Peki neden bunlar ince ve kalın diye adlandırılıyor? Telaffuz ettiğimiz zaman yani boğazımızdan ince olarak çıkıyor ince ünlüler. Kalın ünlüler boğazımızdan biraz sert bir şekilde çıkıyor. Yani nimaga ingichka va qalin deb nomlanadi? Ingichka unlilar talaffuz qilayotgan paytimiz, ya'ni bo'g'ozimizdan va og'iz bo'shlig'imizdan ingichka tarzda talaffuz qilinadi. Nimaga yo'g'on va qalin deb nomlanadi? Chunki uni talaffuz qilganimizda ozgincha qalinroq va nima deymiz, urg'u bergan shaklda talaffuz qilamiz. Ya'ni o'zingizlarga kulchlab olinglar, o'zingizlarga ya'ni esda qolishi uchun nuqtasi bor unlilar ingichka unli, nuqtasi yo'q unlilar qalin unli. Shu shaklda yodlasanglar tezroq esinglarda qoladi. E, I, Ü, Ö. Xo'p, bizani o'zbek tilida faqat bitta unli bor, bitta U bor, bitta O bor va O harfi bor. Lekin turk tilida e'tibor bersanglar juftli shaklda keltirilgan. I yani nuqtasi bor I, nuqtasi yo'q I. Yani nuqtasi bor I harfini biroz ingichka talaffuz qilarkanmiz, nuqtasi yo'q I harfini I deb talaffuz qilarkanmiz. Nuqtasi mavjud bo'lgan U harfini Ü shaklda talaffuz qilamiz. Nuqtasi mavjud bo'lmagan U harfini U. Qalin va qo'pol shaklda U, oddiy U. Tochkasi mavjud bo'lgan U harfi Ü. Ya'ni mabitdagi bo'g'ozimdan ozgincha sirg'algan tarzda talaffuz qilinadi. Ü.
Xo'p, endi tochkasi mavjud bo'lgan O harfi. Ingichka shaklda talaffuz qildim. Tochkasi mavjud bo'lmagani oddiy o'zimiz o'zbek tilidagi O, U, Ü. O'shaning uchun ham turk tilida ushbu unlilar ingichka va qalin unlilar deb nomlanadi. Keyingisi küçük ünlü uyumu. Küçük ünlü uyumunun kendisi de ikiye ayrılır. Düz ve yuvarlak. Kichkina unlilar singarmonizmi qoidasini o'zi ham ikkita guruhga bo'linarkan. Düz ne demek? Düz bu tekis. Yuvarlak ne demek? Yuvarlak bu dumaloq. Yani neden böyle adlandırılmış? O, Ü, U, bir de seslerini telaffuz ettiğim zaman ağız şeklim yuvarlak şekilde dönüşmüş. Yani O, U, Ü, harflarini telaffuz qilgan paytim ağız şeklim dumaloq shaklga aylanadi. Tepadagi A, E, I harflarini telaffuz qilgan paytim og'iz shaklim qisman tekis holatda qoladi. O'shaning uchun ham turk tilida og'iz shaklidan kelib chiqqan holatda unlilar tekis dumaloq, qalin ingichka deb nomlanadi. Peki arkadaşlar, bugünkü dersimize yeter diye düşünüyorum. Sonraki dersimizden devam ediyoruz. Yani neden bize ünlü sesler gerekiyor? Yani neden kullanıyoruz? Neden ünlü sesleri kullanmıyoruz? O hakkında konuşuyoruz sizinle. Sonraki derse kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.